Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz qanday qilib Kahoot saytidan foydalanishni o'rganamiz. Hop. Biz bilganimizdek, Kahoot ilovasi juda ham foydali hisoblanadi. Ya'ni o'quvchilarni bilimini qanday qilib tekshirish uchun. Hop, birinchi biz Google ga kirib olamiz. Kirganimizdan keyin biz qidiruv bo'limiga Kahoot deb yozamiz. Hop, biz Kahoot deb yozganimizdan keyin bizda xuddi shunday oyna chiqarib beradi. Hop, biz Kahoot ustiga bosamiz. Learn games making learning answers. Hop, bosdik. Biz bosganimizda xuddi shunday oyna chiqarib beradi. Ko'rib turganingizdek, kompyuterning o'ng burchagida join games create Kahoot, ya'ni o'yinga qo'shiling, Kahoot yasang. Undan pastida contact sales, play, sign up free, login turibdi. Hop, bizda Kahoot programmasida tilni ham o'zgartirsa bo'ladi. Hop, o'ng burchakka qarasak, bu yerda English turibdi. Mana shu tilni ustiga bosamiz. Biz 5 xil tilda Kahoot tayyorlasak bo'lar ekan, ya'ni 5 ta tilda. German, Vietnamese, English, Japanese, Korean. Hop, bizga eng yaqini ingliz tili. Hop, ingliz tilini bosamiz. Hop, endi biz Kahoot ilovasiga, programmasiga, ya'ni saytiga qanday qilib kiramiz? Hop, sign up free, ya'ni tekinga ro'yxatdan o'tish. Shuni bosamiz. Bosganimizda bizda xuddi shunday oyna kelib chiqadi. Choose your account type, ya'ni o'zingizni akkaunt turingizni tanlang. Birinchisi professional, ya'ni professionallar uchun, teacher o'qituvchilar uchun, student talaba uchun, family and friends do'stlar va oila uchun. Hop, biz bu yerda teacher, ya'ni o'qituvchini tanlaymiz. Agar studentni tanlasak, bizda sal kamroq funksiyalarni berishi mumkin, ya'ni bizga kamroq imkoniyatlar berishi mumkin. Hop, teacherni bosdik. Bosganimizda sizni ishlash joyingizni so'rayapti. Maktabdami, yuqori ta'limdami yoki maktab administratorligidami yoki biznesdami? Hop, biz shu yerdan bittasini tanlashimiz kerak. Other, ya'ni boshqami deyapti. Hop, higher education, ya'ni yuqori ta'lim. Hamma qaysi ta'limda bo'lsa, o'shani tanlaydi. Hop, biz qanday qilib Kahoot saytiga kirishimiz mumkin? Hop, bizda 4 xil ro'yxatdan o'tish usuli bor ekan. Bizga eng osoni Google orqalini bosamiz. Bosganimizda o'zimizda mavjud bo'lgan akkauntlarni chiqarib beradi va o'zimizga kerakli bo'lgan akkauntni belgilab olamiz. Belgiladik va bizda Kahoot sayti ishga tushyapti. Hop, bizda mana Kahootga kirdik, ya'ni ro'yxatdan o'tdik. Hop, biz endi qanday qilib Kahootni yasay olamiz? Hop, ko'rib turganingizdek, bu yerda kompyuterning o'ng burchagida create tugmasi turibdi, ya'ni yaratish. Bosamiz create'ni va uchta oyna chiqdi. Kahoot Story Course. Biz Kahoot yasaymiz, shuning uchun Kahootni bosamiz. Bosganimizda bizda 3 ta ustun turibdi. Bittasi PDF to Kahoot. PDFdan o'zlari Kahoot yasab berishadi, ya'ni sun'iy intellekt yordamida
Kahoot generator, ya'ni Kahootga biz birorta link yoki Wikipediyadan birorta mavzuni tashlaymiz, bizga sun'iy intellekt o'zi savol tuzib bizga beradi. Hop, uchinchisi oddiy bo'sh qog'ozlar. O'shani bo'sh qog'ozlarni bosamiz. Bosganimizda bizda xuddi shunaqa oyna kelib chiqadi. Hop, ko'rib turganimizdek, kompyuterning chap tarafida bizga nechta xohlaganimizcha, xohlasak 5 ta, xohlasak 10 ta savol tuzish imkoniyati bor. Xohlagancha miqdori cheklanmagan. Hop, ko'rib turganingizdek, kompyuterning o'ng burchagida upgrade, tamiz, exit, save turibdi. Hop, upgrade o'zi nima? Ya'ni bu premium sotib olish. Keyingisi tamiz, ya'ni mavzular. Exit chiqib ketish, save saqlash. Saqlashni hali bosa olmaymiz, chiqib ketishni yo'q. Chunki biz o'zimizga bitta tema tanlashimiz kerak, ya'ni mavzu. Hop, men bahor, spring mavzusini tanladim. Hop, bu yerga qarasalaring 6 ta mavzu, ya'ni orqa fon tekin, qolgani pullik versiya hisoblanadi. Hop, menga spring, ya'ni bahor orqa foni yoqdi va men springni tanladim. Hop, tanlaganimda mana orqa fon o'zgardi. Endi biz qanday qilib Kahootni yaratamiz? Hop, biz start typing your question, ya'ni biz o'zingizni savolingizni berishni boshlang deb yozilgan joyga bosamiz. Bosdik. Bosganimizda ko'rib turganingizdek o'ng burchakda o'zgarish paydo bo'ldi. Hop, question types, ya'ni savollar turlari. Hop, bu nima degani? Bu yerda quiz turibdi. Ustiga bosamiz. Bosganimizda quiz, ya'ni 4 ta, 5 ta, 6 talik javob. False true, ya'ni to'g'ri, noto'g'ri. Qolganlari bo'lsa premium versiyadaligi uchun biz ikkitasidan foydalana olamiz. Quiz, ya'ni men quizni tanladim. Hop, time limit. Kahoot o'yini uchun masalan bitta savolga necha sekund vaqt berasiz? Hop, bu yerda 20 sekund ekan. 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund. Ko'rib turganingizdek 4 minutgacha vaqt bersa bo'lar ekan. Hop, 20 sekund yaxshi vaqt. Endi points. Bu points nima? Ball beradi. Hop, qanday qilib bilamiz? Ustiga bossak bizda standart, ya'ni oddiy, doimgidek ball beradi. Double points 2 ta ball qo'shib beradi, ya'ni bitta ballingizni bergan ballda doimgidan ko'ra ko'proq qilib beradi. No points, umuman ball bermaslik. Bizga standart yaxshi. Hop, answer options, javob turlari. Single select, bitta javob bersinmi yoki 2 ta yoki 3 ta javob bersinmi? 2 ta yoki 3 ta javob berish uchun bizga premium kerak bo'ladi. Shunga biz bitta javobni tanlaymiz. Hop, biz endi start typing question, ya'ni shu yerga o'zimizni savolimizni yozishni boshlaymiz. Masalan, men o'quvchilar uchun yangi so'zlardan imtihon olmoqchiman. Ularni qanday qilib so'zlarni yodlaganlarini bilib olmoqchiman. Shuning uchun men so'zlardan foydalanib Kahoot tayyorlamoqchiman. Hop, bu yerga xohlagan savolingizni yozishingiz mumkin. Masalan, men yozyapman create, ya'ni hop, undan keyin bu yerda multimedialar rasmlari turibdi. Bu yerda plus belgisini bosamiz. Xohlasak bu yerga rasm qo'yishimiz mumkin. Hop, bu yerda o'zi yozgan savolingizga qarab misollar chiqarib beradi. Hop, bu yerda turli xil, ko'rib turganingizdek turli xil rasmlar bor. Xohlasak rasm qo'yamiz, xohlamasak qo'ymaymiz. Men rasm qo'ymayman shuning uchun. Hop, endi bu yerga upload file, ya'ni fayl joylashtirish. Bu yerga o'zingizda bor bo'lgan rasm yoki birorta matn parchasini qo'ysangiz ham bo'ladi. Hop, endi create, ya'ni
create degani o'zbek tiliga yaratmoq degani. Yaratmoq. Shunda biz to'g'ri javobga птичка belgisini qo'yib qo'yamiz. Keyin qolgan to'rttasiga xohlagan so'zimizni yozamiz. Create yaratmoq, ulashmoq yoki urushmoq bo'lishi mumkin. Urushmoq yoki kulguli holat. Xo'p, endi menda bitta savol tayyor bo'ldi va bittasini javobini, to'g'ri javobini belgilab qo'ydim. Xo'p, endi qanday qilib ikkinchi savolga o'tamiz? Ko'rib turganimizdek, kompyuterimizni chap burchagida birinchi savol tayyor bo'ldi. Endi pastda add question, ya'ni savol qo'shish. Shuni ustiga bosamiz. Bosganimizda qanday savol turini tanlaysan degan narsa chiqarib beryapti. Quiz, false, true. Xo'p, haligida biz quiz tanlaganimiz uchun endi false, true ni tanlaymiz. Xo'p, false, true ni bosdik. Ko'rganingizdek, tepada 4 talik javob edi. Mana 4 talik. Ya'ni 4 ta javobdan bittasini tanlash. Endi ikkinchisida bo'lsa to'g'ri yoki noto'g'riligini aytib o'tamiz. Xo'p, endi bu yerga yana bitta savol yozamiz. Easy, ya'ni bu ingliz tilida oson degani. Xo'p, endi bunga easy ni tarjimasini yozib qo'yamiz. Yozganimizda bu to'g'ri, chunki true ni bosib qo'yamiz. Agar noto'g'ri bo'lganda false. Endi bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan birorta rasm qo'yishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda unaqa nature, faqat tabiatni rasmlari chiqyapti. Photography, ya'ni rasmlar, oddiy rasm. Xo'p, mayli, rasm qo'ymaymiz. Rasm qo'ysalar ham bo'ladi. O'quvchilarni diqqatini jalb qilishga ko'proq yordam beradi. Xo'p, buni ham bali vaqti 20 sekundlik. Bunga endi double point, ya'ni ikki marta ko'p bal ber deb qo'yamiz. Xo'p, add question, savol qo'shish. Endi quiz ni tanlaymiz. Xo'p, endi yana bir so'z yozamiz. Deforestation. Ya'ni bu o'rmonlarni kesish. Xo'p, endi bunda yashil makonni ko'paytirish. O'rmon. Yaratish. Xo'p, bizda 4 ta javob bo'ldi. Bizda to'g'ri javob o'rmonlarni kesish. Xo'p, endi bu yerga men rasm qo'ymoqchiman. Bu yerdan mana bu rasmni tanlab oldim. Ko'rib turganingizdek, bu yerga rasm qo'yildi. Xo'p, endi biz Kahootni polni tayyorlab bo'ldik. O'zingizga kerak bo'lgan nechta savol bo'lsa, mana shu yerdan add question ni qo'shib savol qo'yib ketishimiz mumkin. Xo'p, biz qanday qilib buni saqlab olamiz? Ko'rib turganimizdek, kompyuterimizni o'ng burchagida save tugmasi turibdi. Bosamiz. Bosganimizda o'zingizga bitta nima qo'ying deyapti? Sarlavha tanlang deyapti. Xo'p. Men beginnerlar uchun yangi so'zlar deb saqlayapman. Bu yerda o'zingiz birorta ma'lumotni yozib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, men ma'lumot yozmayman va continue, ya'ni xo'p, ma'lumot. Savollar soni masalan
'30 ta deylik. 30 ta mana ma'lumot yozib qo'ydik. Yana qo'shimcha qilishimiz mumkin. Continue belgisini bosamiz, ya'ni davom etish. Xo'p, endi bizni yasagan Kahootimiz tayyor bo'ldi. Savolliklarimiz done. Bosamiz. Bosganimizda kompyuterimizni xuddi shunday oyna chiqadi. Keyin bizni kompyuterimizni chap burchagida Home, Discover, Library, Reports, Group, Marketplace, Access Pass, Kahootopia, Channels turibdi. Biz Library'da birinchi o'zimiz hozirgina tayyorlagan Kahootimiz mana shu yerda paydo bo'ladi, ya'ni Library bo'limida, kutubxona bo'limida. Xo'p, hozirgina tayyorlagan Kahootimiz mana birinchida turibdi. Oldin tayyorlagan Kahootlarimiz xuddi shu yerda saqlanib qoladi. Xo'p, biz qanday qilib bu Kahootdan foydalanamiz? Host live, ya'ni mehmon sifatida kirishni bosamiz. Hop, endi biz ikkita oyna chiqdi. Classic turibdi. Add class island. Biz classicni bosamiz. Hop, bizda xuddi shunday oyna kelib chiqadi. Ko'rib turganingizdek, biz o'yinni boshlashimiz mumkin. Kompyuterni pastki qismida o'ng burchagini pastki qismida nastroyka belgisi turibdi, ya'ni ma'lumotlar belgisi. O'shanga bosamiz. Bosganimizda ikkita narsa turibdi, ya'ni show questions and answers. Savollar bilan javoblarni o'sha o'ynab turgan talabalarni telefonida ko'rsatilsinmi yoki yo'qmi? Biz talabalarga oson bo'lishi uchun, o'quvchi va talabalarga oson bo'lishi uchun savollar bilan javoblarni ko'rsatishni bosamiz va characters, ya'ni o'zlariga tanlab oladigan, ya'ni birorta emojilarni ko'rsatamiz. Ya'ni o'zlari uchun birorta shaxsiyatni tanlab olishadi, har xil bo'lishi mumkin. Hop, startni bosamiz. Startni bosganimizda xuddi shunday o'yna chiqadi, ya'ni o'yinga qo'shilish. Hop, o'yinga qanday qilib qo'shilamiz? Bu tarafda birorta talabamiz Kahoot it deb o'zlarini telefonlariga yozishadi va Kahootga kirib xuddi shu kodni kiritishadi yoki bu yerda skaner belgisi bor, xuddi shu skaner belgisidan kirishlari mumkin. Xo'p. Ko'rib turganingizdek, men hozir Kahoot o'yiniga kirib ko'raman. Mana bizda xuddi aytib o'tganimdek o'zlariga birorta shaxsiyatlarni tanlab olishlari mumkin. Masalan, bu yerda turli xil hayvonlar rasmlari chiqadi. O'zlariga birortasini tanlab qo'yishlari mumkin. Xo'p, keyin biz hamma talabalar qo'shilib bo'lgandan keyin start belgisini bosamiz. Xo'p, start belgisini bosganimizda mana beginnerlar uchun yangi so'zlar hali yozganimizda xuddi shunday oyna bor edi. Xo'p, endi create. Endi bu ham talabalarimizni nimalarida chiqyapti? Telefonlarida ham biznikida. Hop, endi bu yaratmoq. Hop, o'yin tugashi bilan 20 sekund vaqt tugashi bilan xuddi shunaqa oyna chiqib yopiladi va biz next tugmasini bosamiz. Kim nechinchi o'rinda ketib turganini ko'rib olishimiz mumkin va nextni bosamiz. Hop, endi true false 2 marta ko'p ball beradi. Easy oson, bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Hop, buni belgilaymiz, to'g'ri. Hop, nextni bosamiz. Bosganimizda xuddi shunday
shunday oyna kelib chiqadi. Nextni bosamiz. Deforestation. Bu o'zi nima? O'rmonlarni kesish, yashil makonni to'ldirish, o'rmon yaratish. Ko'rib turganingizdek, xuddi shunday oyna kelib chiqadi. Birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rindagi ishtirokchilar xuddi shunaqa ko'rinib turishadi. Qolgan ishtirokchilar bo'lsa mana bu katta doira ichida turishadi va tepada o'z ismi